Assalomu alaykum do'stlar. Jiguli Yaypan YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Jiguli Garaj YouTube Yaypan. Mana shu bagini sizlar bilan yasaymiz. Buni qisqacha tafsiloti, bu mashinani yasash oson bo'lmadi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu bitta Jiguli emas, umuman boshqa Jiguli bo'lyapti do'stlar. Mana shu videoni orasida qo'yib yuboraman, ramalarni ko'rishlaring mumkin, holatlarni ko'rishlaring mumkin. Bu mashinamizda yo'l tanlamasi qilib tayyorlaymiz. Sizlar bilan obuna bo'lib qo'ying, like bosing, kommentariya yozib qoldiring xohlaganingizcha. Bu mashinamiz 21011. Bundan oldingi proyektimizda bu mashinani drift qildik. Drift tugatildi. Endi 18 saka diskada arqa balonlari suport, hamma balon o'zi uchun javob beradi. Shu mashinani tayyorlab chiqyapmiz. Endi sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, mana shu ikkita ramaga yotgan shu joylari kesib chiqilyapti. Buni yana pedallar, pedal holatlari umuman boshqa bo'ladi. Oldilari Mercedes gidravlika rolovli kolonka turadi, bu yerda o'zini joyidan kirishi mumkin. Lekin pedallar, mana Mercedes stabilizatori, pedallar, rollar umuman boshqa sostav bo'ladi. Hozir bizda buni eng katta qiyinchiligi og'irligi bo'lyapti. Ancha mashina og'irligi olib qo'yish. Hozir yana bitta meni obshipga xato qildim. O'shani tushuntiraman sizlarga. Do'stlar, mana shu yerda xato qildim. Mana bu balon tushgan holatida edi. Bu balon prujina yo'q holati. Prujinani olib tashladik, olib tashlab razmer qo'yganman. Olib tashlaganda mashina pastga kelib turib, balon uzaygan. Hozir prujina qo'yganimizdan keyin razmer o'zgarib qoldi. Sentrdan qochib ketdi bu tomonga. Endi buni bu Jiguli ko'zga tushirib turib, ramani kesib turib, jicha ulayman. Ulab turib, keyin yana noldan ligurubga qilib qo'yamiz. Shuni bir 5 kishini ko'tarib chiqardik. 5 kishi ko'tarib qo'yib bunga zo'rg'a harakat qildik. Sentrdan balon shu qochib qoldi. Keyin mana yerda kesib turib yana tushirishimiz kerak. Arqaga suriladi bu. Bu suriladi, keyin joyiga mashina o'tiradi. Hozir mana shu holatda oldilari. Marg'ilonga borib kelishim kerak. Marg'ilonga borib Hadovoyda bitta ikkita joylarda kamchilik bor, Mers Hadovoyda. Sotib yuboribman-da, pul kerakligida, zapchast kelib so'raganda berib yuboribman. Mana shu holatda. Jicha nimani kesib baqa ketkazamiz. Hatta xudo xolisa idealni qilib chiqaramiz. Mana shu holatda do'stlar. Buni balandligi вообще boshqa dunyo. Oddiy 11 da men mendan kelyapman, endi mana ishdan kelyapman. Bunda mana qaranglar. Farqi bormi? Farqi bor. Bunga o'tirish qanaqa bo'ladi? O'tirish oyog'im ayabetdan chiqib ketadi. Xudo xolisa idealni qilamiz. Mashinani kuzovi balandligiga 18 balon ham bilinmayapti. 18 saka diski. Xullas bu noldan mashina yasashda. Do'stlar, bugunchalik shu. Mana shu holat. Endi noldan yana boshqatdan idealni qilib yig'ishga harakat qilamiz. O'sha tushuntirgan amshibkalarimni, xatolarimni to'g'rilaymiz. Obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Любой Jiguli zapchastlar nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat.